yoramiz. Yorma. Buni jorma qiyshirish deydi. Maytga qalinga ham qiyshtirsa bo'ladi. Men imindan mana shu ingichkaga qiystirishni hosillarga ko'rsataman. Bunday qilib joramiz. Jorgandan keyin orasiga mantib atverkani sayamiz. Mana. Bu yoqqa atverka tushib ketdimi? Mayli. Hozir. Bu yoqqa mantib solib, mana qaranglar. Chekkasini tegizlab qo'yamiz. Ikkinchisini dağı atverka pakamayta tursin. İkincisini ham bizga shunday qo'yamiz-da. Bu qalin-da, qalinligini sebebidan eng yaxshi buni salofan deymiz. Jipdeli qattiq tortib qo'yamiz. Tortib qo'ygandan keyin buga iloji boricha bir salofanda olib bunday qilib loydan choplab qo'yamiz. Loyni choplab, iloji boricha mana salofanda ham bunday loy qilamiz. Mana loy nimaga qilamiz? Hisobi mana bunday qilib javob qo'yamiz-da. Birinchidan kun kuygizmay, ikkinchidan qushlar cho'qiydi. Hatto qushlar cho'qib salofanda jirt beradi ekan. O'shaning uchun bunday loy qilib qo'ysa qushlar cho'qiydi ekan mana. Bu bo'ldi mana. Keyin o bir 10 kun 15 kundan keyin ko'ramiz qarmag'anini. Qarmagan bo'lsa, salofanda teshib qo'yamiz. Salofan teshib qo'yamiz. Salofandan keyin chiqib o'saveradi.